Rossiya Federatsiyasidagi hamyurtlarimiz diqqatiga, agarda sizga registratsiya, продление, трудовой договор, уведомление va shunga o'xshash huquqiy yordamlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekraningizdagi raqamlarga bog'lanishingiz mumkin. Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Eron Isroilga qarshi javob zarbasini boshladi. Uchuvchining xabari va tirik yo'lovchi. Hindistondagi samolyot halokati haqida nimalar ma'lum? Bu hali boshlanishi. Isroil Eronga ogohlantiruvchi zarba berganini ma'lum qildi. Rossiya may oyida Ukrainada deyarli rekord darajada ko'p hududni egalladi. VCG. Tramp Isroilning Eronga zarba berishini istamagan. CNN. Rossiya ichki ishlar vaziri foydasiz migrantlarni chiqarib yuborishga chaqirdi. Aftidan Putinga Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari ahamiyatsiz. Tramp. Eron Isroilga qarshi javob zarbasini boshladi. 13-iyun kuni Isroilning harbiy hujumiga javoban Eron Isroilga qarshi 100 dan ortiq Shahid 136 dronlarini uchirdi. Bu haqda Isroil armiyasi vakili brigada generali Effi Defringa tanib The Times of Israel nashri xabar berdi. General Defringa ko'ra, so'nggi bir necha soat ichida Eron tomonidan Isroilga qarshi 100 dan ortiq dron jo'natilgan. Hozirda Isroil armiyasi ularni urib tushirish ustida ishlamoqda. Defrinning tushuntirishicha, Eron hududidan uchirilgan bu dronlarning Isroilga yetib borishi uchun bir necha soat kerak bo'ladi. Xususan, ma'lumotlarga ko'ra, Erondan Isroilgacha uchish vaqti dronlar 7-9 soatgacha, ballistik raketalar 12 daqiqa, qanotli raketalar 2 soat. Ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda Eron dronlarining Isroil tomon harakatlanayotgani aks etgan video paydo bo'ldi. Shu bilan birga Isroilda aholi Eronning ehtimoliy hujumiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Odamlar oziq-ovqat mahsulotlari zaxirasi uchun ommaviy tarzda supermarketlarga yo'l olmoqda. Bu holat ayniqsa odatda juma kuni kechdan shanba kechgacha yopiq bo'ladigan do'konlar fonida yuz bermoqda, chunki bu vaqt yahudiylarning Shabbat bayramiga to'g'ri keladi. Uchuvchining xabari va tirik yo'lovchi. Hindistondagi samolyot halokati haqida nimalar ma'lum? Hindistonda qulagan Boeing 787 Dreamliner samolyoti uchuvchisi Sumit Sabharwal halokatdan bir necha soniya oldin dispetcherlarni samolyot quvvatini yo'qotayotganidan ogohlantirgan deya xabar beradi The Telegraph. Mayday tortish kuchi yo'q, quvvat yo'qolmoqda, samolyotni ko'tarishning iloji yo'q deya uning so'zlarini keltiradi nashr. Boeing 787 Dreamliner samolyoti halokatidan omon qolgan yagona shaxs Buyuk Britaniya fuqarosi bo'lib chiqdi. Londonlik 40 yoshli Vishwan Kumar Ramesh g'arbiy Ahmadobod shahri chekkasida samolyot qulaganidan keyin atrofida jasadlarni ko'rganini aytdi. Politsiyaning xabar berishicha, tirik qolgan odam 11A o'rindig'ida o'tirgan. U bu parvoz varaqasida ko'rsatilgan Rameshning ismiga to'g'ri keladi. Uning qanday omon qolgani noma'lum, biroq samolyotning qismlari halokatdan keyin butun qolgan ko'rinadi, deyiladi materialda. Nashr ma'lumotlariga ko'ra, Ramesh oilasiga tashrif buyurib, ukasi bilan birga Buyuk Britaniyaga qaytayotgan bo'lgan. U ham samolyotda bo'lgan va boshqa qatorda o'tirgan. Air India aviakompaniyasining Ahmadoboddan Londonga uchayotgan Boeing 787 Dreamliner samolyoti payshanba kuni ertalab halokatga uchradi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, voqea joyida faqat bir kishi tirik qolgan, jami qurbonlar soni 310 dan oshgan. Bu hali boshlanishi. Isroil Eronga ogohlantiruvchi zarba berganini ma'lum qildi. AQSh amaliyotda ishtirok etmaganini bildirdi. Isroil jumaga o'tar kechasi Erondagi nishonlarga zarba bera boshladi. Mamlakat rasmiylari Eron yadro dasturiga hujum qilganini ma'lum qildi va Tehronning javob zarbalariga tayyorlanib favqulodda holat e'lon qildi. Benyamin Netanyahuning so'zlariga ko'ra, Tehron 9 ta atom bombasini ishlab chiqarish uchun yetarli darajada yuqori boyitilgan uranga ega bo'lgan. So'nggi oylarda esa bu uranni yadro quroliga aylantirish uchun qadamlar qo'ygan. Biz Eron yadroviy dasturining yuragiga zarba berdik. Biz Natanzadagi uranni boyitish bo'yicha asosiy obyektni nishonga oldik. Shuningdek, biz Eronning ballistik raketalar yaratish dasturining yuragiga zarba berdik, degan Isroil bosh vaziri Netanyahu video murojaatida va harbiylar Eronning yadroviy olimlarini ham aniq nishonga olganini qo'shimcha qilgan. Netanyahuning so'zlariga ko'ra, operatsiya Eron tomonidan tahdidni bartaraf etish uchun qancha kun kerak bo'lsa, shuncha davom etadi. Agar Eron to'xtatilmasa, u juda tez orada yadro quroliga
ega bo'lishi mumkin. Bu 1 yil bo'lishi mumkin, bir necha oy bo'lishi mumkin. Bu Isroilning mavjudligiga to'g'ridan-to'g'ri va aniq tahdiddir, deydi Netanyahu. Isroil mudofaa kuchlari vakilining aytishicha, Isroil harbiylari Eron yadroviy dasturiga zarba berish bo'yicha oldini oluvchi aniq va aralash operatsiya boshlagan. Uning qo'shimcha qilishicha, zarbalar Eron rejimining Isroilga qarshi davom etayotgan tajovuziga javoban berilgan. Qayd etilishicha, Eronning turli hududlariga zarba berish bo'yicha operatsiyaning birinchi bosqichida Isroilning 200 ta qiruvchi samolyotlari ishtirok etgan. Ular nishonlar tomon 330 dan ortiq raketalar uchirgan. Bugun Eron yadro quroliga ega bo'lishga har qachongidan ham yaqinroq. Eron rejimi qo'lidagi ommaviy qirg'in qurollar Isroil davlati mavjudligiga tahdid soladi va butun dunyo uchun jiddiy xavf tug'diradi, deydi harbiylar. Bayonotda armiya zarurat tug'ilganda harakat qilishni davom ettirishga tayyorligi ta'kidlangan. Reuters agentligi Eron davlat ommaviy axborot vositalariga tayanib xabar berishicha, Tehron shimoli-sharqida portlash ovozlari eshitilgan. BBC jurnalistlarga Tehron aholisi vakillaridan ham portlashlarni tasdiqlovchi ma'lumot kelib tushgan. Reutersning Erondagi manbasi Tehrondan 200 km uzoqlikda joylashgan Natans shahridagi zavod hududida ham portlashlar sodir bo'lganini ma'lum qildi. Eronning yuqori martabali mulozimining agentlikka ma'lum qilishicha, mamlakat rahbariyati favqulodda yig'ilish o'tkazmoqda. Eron OAV ma'lumotlariga ko'ra, Tehron xalqaro aeroportida parvozlar to'xtatilgan. Rossiya may oyida Ukrainada deyarli rekord darajada ko'p hududni egalladi. VCG 2025-yil may oyida Ukrainadagi urush hududida Rossiya ko'plab aholi punktlarini nazoratga oldi. Bu avvalgi davrdagi oylarga nisbatan deyarli rekord darajada ko'p, deb yozadi The Wall Street Journal. Rossiya Mudofaa vazirligi o'tgan oy Rossiya nazoratiga o'nlab aholi punktlari o'tkazilgani haqida xabar bergan edi. Donetsk viloyati, Novopol, Valnoye Pole, Gnatovka, Shevchenka, Pervoyena va Alyonka, Kotlarovka, Mikhailovka, Miralyubovka, Stupchinka va boshqalar. Nashrning qayd etishicha, bu Kiyev va Moskva o'rtasidagi tinchlik muzokaralari boshi berk ko'chaga kirib qolganidan dalolat beradi. VCG Donetskdagi Pokrovsk va Konstantinovka hududlarini, shuningdek Sumy viloyatini vaziyat eng keskinlashgan asosiy hududlar qatoriga kiritdi. Ukrainalik askarlardan biri nashrga Pokrovskdagi hujumlar kunning istalgan vaqtida davom etayotganini, boshqasi esa Konstantinovka tezda front chizig'iga aylanayotganini aytdi. Bu yil yozda biz vaziyat barcha yo'nalishlarda yomonlashishini kutamiz. Shaxsiy tarkib charchagan, rotatsiya yetarli emas. Hamma o'z imkoniyatlari chegarasida jang qilmoqda, dedi Konstantinovka hududida bo'lgan Ukraina qurolli kuchlari katta leytenanti. Tramp Isroilning Eronga zarba berishini istamagan. CNN. AQSh prezidenti Donald Tramp 13-iyunga o'tar kechasi Isroil harbiy samolyotlari Eronga hujum qilishidan bir necha soat oldin xuddi shu vaziyatdan qochishga umid qilganini aytdi. Bu haqda CNN xabar berdi. Men bunday bo'lishini xohlamayman, chunki bu vaziyatni o'zgartirib yuboradi, dedi Tramp. Tehronning yadroviy ambitsiyalarini cheklash uchun diplomatik sa'y-harakatlarini nazarda tutib, Isroil AQShning hech qanday ishtiroksiz Eronga qarshi harakat boshlagani aytilmoqda. Ammo Eron bu ishda AQShning ham qo'li borligiga ishonishini ma'lum qilgandi. Tramp endi o'z pozitsiyasidagi raqobatchi oqimlar o'rtasida qolib ketishi aytilgan. 13-iyun kuni ko'plab respublikachilar Isroilni qo'llab-quvvatlagan, jumladan Lindsey Graham X'da o'yin boshlandi deb yozib qoldirgan. Tramp hech qachon, xususan ikkinchi muddatida o'z partiyasining tashqi siyosatidagi bu keskinlikni to'liq qabul qilmagan. Uning ma'muriyati vitse-prezident va amaldorlar bilan to'lib toshgan. Ularning aksariyati Amerikaning manfaatlarini ifodalamasdan AQShning xorijdagi harbiy ishtirokiga chuqur shubha bilan qaraydi. Manbalarning aytishicha, 12-iyun kuni Tramp Netanyahuning yaqin orada zarba berishini bilgan va uni to'xtatishga bir necha bor uringan. AQSh davlat kotibi Marko Rubio qisqa bayonot bilan AQShning bu harakatga aloqasi yo'qligini ma'lum qilgan. Bugun tunda Isroil Eronga qarshi bir tomonlama zarba berdi. Biz Eronga qarshi zarbalarda ishtirok etmadik. Bizning ustuvor vazifamiz mintaqadagi Amerika kuchlarini himoya qilishdir. Isroil bizga bu harakatni o'zini himoya qilish uchun zarur deb hisoblashini aytdi. Prezident Tramp va ma'muriyat kuchlarimizni himoya qilish va hamkorlarimiz bilan yaqin aloqada bo'lish uchun barcha zarur choralarni ko'rdik. Aniq qilib aytaman, Eron AQSh manfaatlari yoki xodimlarini nishonga olmasligi kerak, dedi Rubio.
Rossiya ichki ishlar vaziri foydasiz migrantlarni chiqarib yuborishga chaqirdi. Rossiyada ishlamayotgan, o'qimayotgan hamda barmoq izini topshirmagan va rus tilini o'rganmagan migrantlarni chiqarib yuborish taklif qilindi. Bu haqda RBK xabar berdi. Ko'chalarda va turar joy sektorida noqonuniy migrantlar bo'lmasligi kerak. Ishini yo'qotganlar, o'timidan haydalganlar, daktiloskopiyadan o'tmaganlar, til o'rganmayotganlar, Rossiya jamiyatiga foyda keltirmayotganlar mamlakatimizni tark etishi kerak degan Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokteyev. Aftidan Putinga Rossiyaning Ukrainadagi yo'qotishlari ahamiyatsiz. Tramp Rossiya Ukrainaga qarshi urushda haftasiga 5000 askarni yo'qotmoqda, biroq bu jangni davom ettirish niyatida bo'lgan Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ta'sir qilmayapti, dedi AQSh prezidenti Donald Tramp. U parvo qilmayapti, u juda ko'p qo'shinlarini yo'qotmoqda. Ukraina ham ko'ramiz, keyin nima bo'ladi, dedi Tramp 11-iyun chorshanba kuni kechqurun Pod Force One podkastida. Uning so'zlariga ko'ra, Moskva va Kiyev o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar chog'ida ma'lum yutuqlarga erishilgan, biroq keyin ular bombardimon qilinmasligi kerak bo'lgan narsani bombardimon qilgan. Bu o'zgarishlarning oxiri, dedi Oq uy rahbari. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Dunyo yangiliklaridan uzoqlashmang.